Assalamu alaykum, naq maydondagi tomoshabinlar, shundoqla assalomu alaykum. Ekran oldidagi İpek Yolu Sadası programmasining aziz ishtirokchilari. Riyosatchi qarindoshlar Nijat va Liyoqtin, hammanglarga sevg'inishli salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziyasi bilan Şinjan program madaniyat taqdidlash sherikli birlikda uyushtirgan cho'ng tipli televiziya san'at programmasi Chin Güzel İpek Yolu Sadası. Chin Nuri biotexnikasi Sultonzodida ishlangan go'zallik bilan Chin Güzelligim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Xo'sh, naq maydondagi tomoshabinlar, shundoqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hammalarning yodida bor. Bizning programmamiz qatnashgan mahirlar bizning 4 nafar yetakchimizga shogird puli sharfiga erishgandan boshqa nihoyatda katta tartiblanadi. Ularning mukofot buyumlari zotini biladi. Birinchi darajaga erishgan mahirni asal makonni g'uljida ishlab, savdo vositasini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan g'ulji Paktil musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derece mükafatımız olsa uzak yıllık tadqiqat neticesi bilen diyarımızda tuncu bulup Qutiyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyunu ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Shundoq mukofot buyumlarimiz intayin katta, biroq bu mukofotlarga erishish unchalik oson emas. 3-darajalik mukofatimiz bo'lsa, Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag'chiligi Erkan mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. 4-darajalik mukofatimiz bo'lsa, milliy kiyimchilikning namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'tchak shirkati Alzoq kiyimchilikka ta'minlagan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu mukofot buyumlarimizga erishish uchun mahirlarimiz katta tayyorliklarni qilmasa bo'lmaydi. O'z navbatida bugun sizlarning diqqatingizda bo'layotgani Mahmud Sulaymon afandimning guruhidagi, ya'ni rivoyat guruhidagi mahirlarning kaskin raqobati. Rivoyat ko'p sharhda, kunga yaqin xalqda. Mahmud afandimning imtihon ilish oldida o'quvchilarga deydigan qanday rag'bat, madad so'zlari bor. Birlikda anglab boqaylik. Assalomu alaykum, qadrli aziz qarindoshlar. İpek Yolu Sadası programmasi orqali sizlar bilan yedarlashganligimizdan, sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Diyorimizdagi qarindoshlar bo'lsin, mayli chet eldagi qarindoshlarimiz bo'lsin, hammanglarga chin yuragimizdan yolqinlik salom. Barliq o'quvchilarimningki yaxshi natijalar bilan bundan keyin mana shu ustozlarning izini besib xalqimiz uchun zo'r natijalarni qo'lga keltirishini tilayman. Rahmat. Mahmud Sulaymon afandi bilan birga uning bilan ajr qilgan shunday bir suyimli ustozimiz bor. U bo'lsa-mu G'ani Salay.
Seyligayı yetaklimdi Güzin ölsem Ünerliğimdi Söyümüday Bir mürküylay Nur çirgî Yoruk dilimdi Söyümüday Bir mürküylay Nur çirgî Yoruk dilimdi Bizning programmamizni izchil ko'rib kelayotgan aziz tomoshabinlarimiz bo'lsa, raqobat bosqichimizningki qoida nizomlari ularga oid oydin bo'lib qoldi. Shunday bo'lsa, sizlarga bir tunishtirib o'tay. Raqobat bosqichimizning qoidasi bundoq. Ya'ni bu bosqichda bizning 4 nafar yetakchimiz o'z guruhlaridan tanlangan 32 nafar mayirni o'z aro qilib beygiga soldi. Hamda har bir guruhda eng oxirida faqat va faqat 16 dan mayir tanlab kelindi. Mayirlarni tanlash jarayonida bizning yetakchilarimiz o'z guruhlariga raqobatga tushgan mayirlardan har ikkilisini tanlab qolsinmi va yoki ularning birini tanlab birini chalib olsinmi va yoki ikkilisini tanlamasmi tamamen bo'ladi. Bizning ma'lum bir yetakchimiz o'z guruhiga mayir tanlash jarayonida qolgan 3 nafar yetakchimiz o'zlarining qimmatli fikr takliflarini, tavsiyalarini bizning ana shu ustozimizga hadiya qilsa tamamen bo'ladi. Biroq eng oxirgi tanlash va shallash huquqi yanada shu guruhining mas'uli bo'lgan yetakchi ustozimizda bo'ldi. Biz mayirlarimizga o'xshashlar chin yuragimizdan chiqarib omadlarni tilaymiz. Rahmat. Rivoyat guruhisida navbatda sahnamizda bayga tushmoqchi bo'lgan mayirlarimiz Qashqardan kelgan do'stimiz Nurjon Yusuf bilan Olimjon Obulqosim qarshilamiz. Mayirlarimizda Nurjon Yusuf bilan Olimjon bu ikkalaniki ovoz tusi o'xshaydi. Ikkalaning ovoz tusini o'ylashgan va Nurjon Yusufning sal bumroq ovozi. Olimjonning sal zo'roq ekan, buninki shu pianinodagi ovoz doirasi o'xshab ketadi ekan. Ammo birisining zilroq, birisining bumroq. Lekin ovoz doirasi o'xshash ekan. Shuni o'ylashib hammamiz tonuşluq bo'lgan faxrlan dunyoga Mahmud Vatani degan shu cho'ngroq naqshidan birini badiq endi. Yulduzlar ara sarvari yulduzlar ara sarvari. Şunu oldu anlama. Yulduzki, yulduzki. Olimjon bilan biz shu mashqdan tushgandan keyin birlikda mushnaqshiningki qiyin taraflarini hal qilishda ikkimiz o'rtaq maslahatlashib shu ustozningki o'rgatgan bilimlarini, o'rgatgan taraflarini astoydil qayt o'ylash orqali qiyin masalalarni asosan hal qildik deb qaraymiz. Albatta, men Nurjon akamni mendan ustun deb o'ylayman. Shundaqdimi yana Mahmud ustozimning yetaklashi ostida bu bir naqshni yaxshi muvaffaqiyat sahnaga elib chiqamiz degan ideyam bor. To'liq chiqsin. O'rtaq orzuyimiz musobaqada Olimjon bilan ikkimiz oxirigacha uzib chiqish. Agar qaysimiz
qoldigan bo'lib qolsak, hargiz meyislenmeymiz. Çünkü ustazımız Mahmud Süleyman'dan mol bo'lgan bilimlarni egallab oldik. Shuning o'zimi bizga nisbatan zo'r g'alaba deb qarayman. Hozir sahnaga chiqmoqchi oldi bilan meni kasbiy jihatdan qo'llayotgan oiladagilarimga, kasbdoshlarimga cho'nqir rahmatimni aytaman. Eng oxirida ustoz siz jafo chekdingiz, rahmat. Bularning yaxshi natija bilan xalqimiz oldida bu naqshni yaxshi o'rinlab ketishiga ishonchim bor.
Biz bugungi eng oxirgi qarorni Mahmud Sulaymon apandimning og'zidan anglashdan ilgari o'z navbatida qolgan 3 nafar yetakchimizning apandim xonimlarning tavsiyasiga quloq solgan bo'lsak. Her ikkilanlar kelishqisiz aytayotganlar naqshini. Shundoq bo'lganda Bir tal vedatni men Nurjonga beraman. Mahmud kamniki jiq ajri singanligini anglab qo'yildi bo'libmi shu ritm jihatda Mahmud kamning mijoziga o'xshash ig'ir besiq, salmoq, shunga ritm jihati sal asiltib turishda bek yaxshi bo'ldi. Masliyatchilik bilan itoat yaxshi o'rlab berdinglar. Meningki tashabbusim Nurjon. Munisa Abbas xonim. Mahmud Sulaymon apandimga nayte ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ajr so'ndiribdi haqiqatan. Xo'sh, mening tavsiyam mushu Olimjon inimga bir bilet taslay deb o'yladim. Naq maydondagi mehmonlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Biz yuqorida 3 nafar yetakchimizning tavsiyalariga quloq soldik. Undaqda, agarda tanlanmay qolsam, qandoq bo'lar degan chog'dagi hissiyotinglarni bir olib baqsaq. Agar men mana shu qatimqi musobaqada tanlanmay qolsam, meniki mana shu ustozim Mahmud Sulaymon apandimning menga singdirgan ejriga javob qaytaram, qandoq javob qaytarolmaganligimdan intayin xijil bo'laman. Shundaqla mendan umid kutayotgan do'st birodarlarim, xizmatdosh qatorliq barliq do'stlarimningki umidini yerda qo'yamanmi degan afsunlarlik xiyol bilan edim. Unda o'z tilimisak bo'lmaydi ekan. Tilimisak bo'lmaydi. Undaqda Olimjon. Men bu musobaqa sinilishdan burun birinchi bosqichga sinilishdan burun inson o'zida bir orzu istaklar yashaydi ekan. Men shu orzu istaklarning men uchun eng cho'ng bo'lgan orzu hozirgi ustozim Mahmud Sulaymon apandim bilan ustoz shogirdlik munosabatini o'rnatish edi. Men bu orzuyimga allaqachon yetib bo'ldim. Mening ham bu orzuyim umrlik orzuyim edi. Shu birinchi bosqichdim degan ustoz, men siz bilan bu ustoz shogirdlik munosabatini bu dunyodan safar qilishga davomlashtirg'im bor degan esida bo'lsa. Maqsadim bu musobaqada tanlanish men uchun mavjud emas. Men shu Mahmud Sulaymonninki, ustozimninki umrlik shogird hisoblayman o'zimni. Eng oxirida bir yig'iz gapim kelyapti. Shu Nurjon akamizni meni Mahmud Sulaymon ustozimiz bir guruh qilib pika qilib bo'lgan chog'da men intayin xush bo'lgan ham hayajonlangan, chunki Nurjon akamiz o'z davrida o'z navbatida pishqon bir naqshchi ham san'atkor. Shundoq bir pishqon naqshchi ham san'atkorlar bir sahnada turib birga naqsh o'qishning o'zi men uchun intayin zo'r baxt deb hisoblayman. Rahmat qarindoshlar. Biz mana shu kishini hayajonga soladigan, suyundiradigan manzaralarni ko'rgandan keyin bizga natija haqiqatan unchalik muhim bo'lmay qoldi. Bu naqta Mahmud apandim oxirdan sizniki. Nurjon Yusuf ayni vaqtida ham hozirmi bizning xalqimiz e'tirof qilgan xeli yaxshi bir naqshchi Olimjon o'zi aytdi. Olimjonmi o'z navbatida ana bizning Qashqar diyorida tanilgan bir yosh naqshchi ham yetilayotgan bir ishtiyoqi va ijodiyatchi. O'zlagancha naqshlar va ijod qilgan ham plastinkalar. Mana o'zi deb aytdi bayon. Men shogirdlikka qabul qilaman degan bir niyatni o'zi va'da qildi. Hali ham o'zi xolisa men mangu shogirdlikka qabul qilaman. El jamoat oldi. Bo'ldi. Undaqda sizning bugungi eng oxirgi tanlashingiz Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Bu programını samimiy şekilde Malaysiya'dan import kılan Şübidin hali bir yette erkekler kuvvet içimligi alaydı talep kıldı.
Nurcan Yusuf. Mübarek olsun Nurcan. Mübarek olsun. To'xtang Olimjon. Olimjon uchun bir alqish beryapmaylikmi saboqdashlar? Azizani Qashqar bizning faxrlik yurtimiz. Bu aziz diyorimizdan faxrlik olimimiz Mahmud Qashqari madhiyangan usul kuyni ilib kelganlarga ko'p rahmat. Nurjan Yusuf afandiga tabriklar bo'lsin. Olimjon Obulqosimga qutlug'lar yor bo'lsin. Növbətdə rivoyat qurpusida qaysi mahirlərimiz özara beyga raqobatga tushirgandi. Ular bo'lsa, otishga kelgan do'stlarimizdan Ahmadjon Hoshim bilan Ro'zi Muhammad Iziz qarshi olamiz. Mahirimiz Ahmadjon Diyxon. O klassik xalq mashhurlarga ishga avsa ekan deyishdi. Buni ola yana Ro'zi Muhammad degan bir aqshlik inimiz. Toshkentni o'g'irlaydigan maqsad aqsh xalq mashhurlar. Mangdan berine Mangdan berine Men imkonlashuvchimdan keyin Ro'zi Muhammad ekanligini bilgandan keyin men azroq hamtirash bo'ldi. Boshda toz degandek tanishmagan bo'lganman. Keyin tanishib birlik naqsh aytishib qilgandan keyin shunda o'chib to'riq aqtman. O'zining yaxshi mijozini tushungandan keyin ikkimizning ovozlarni yaqin kelganligini his qilgandan keyin biz birlikda yaxshi mashq qildik. Ben hozir sahneye chiqmoqchi. Tomoshabinlarningki san'atga nisbatan menga ko'ngildan zarchilik o'rin berishini umid qilaman. Hozir sahnaga chiqmoqchi. Sahnega chiqib naqsh aytgandan keyin qo'llag'ichilarimning meni chin ko'ngildan qo'llab berishini chin ko'ngildan umid qilaman. Bu ikkalanga muvaffaqiyat tilaymiz.
yana bizning filmlik ustozlarimiz berdi. Şonlaşqa biz Mahmud Sulayman efendimizning eng oxirgi qarorini anglashdan ilgari yana davomli 3 nafar yetakchimizningki tavsiyasiga quloq solgan bo'lsak, Abdulla efendim. Hissiyot jihatda butun naqshiningki umumiy jarayoniga butun kuchi bilan, butun vujudi bilan cho'kishda va naqshining ijro bo'linish jarayoniga bo'lgan ishonchi, pozitsiyasi masalasida menga Ro'z Muhammad bir yığız gap Ro'z Muhammad. Erkin efendim. Mushu naqshidagi g'ayribona hissiyotni ishqilinglar intayin yaxshi o'rlab olinglar. Men mushu ovoz tusininki mushu g'ayribona hissiyotni ifodalashga texmi turtki bo'lgan Ahmadjonni tavsiya qilaman. Undaqda biz ustozlarning tavsiyasini anglagandan keyin bildikki, hozir Ro'zi Muhammadning 2 nafar ustozimiz tavsiya qildi. Biz Mahmud Sulayman efendimninki eng oxirgi tanlashi qarori quloq solishdan ilgari o'xshashlar chiqqanlarning yurak so'zini anglab beqishga qiziqyapmiz. Bo'ldi Ro'zi Muhammad. Musobaqa bo'ldi ekan, bir yengilish bo'ladi. Men buningda yukinmayman. Ammo lekin ustozim Mahmud Sulayman efendimning men uchun bir necha oyni oyog'i singdirgan ajriga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizga. Ustozimiz Mahmud akamninki yaxshi tarbiyalashlarni intayin bilan mashq qilgan, lekin bugun haqiqatan shaxsan o'zim toza yaxshi aytolmay qoldim. Ro'z Muhammad ag'inamma intayin yaxshi aytgan burundim. Bugun taxim yaxshi aytdi. Rahmat. Ustozinglar so'z boshlashdan burun yana bir narsani deb qo'yay, Ahmadjon. Sahnada hatto 10-20 yillik artistimi tasodifiy hodisa bo'lib qoldi. Bu cho'ng masala emas. Bunda qarsam Ahmadjonning kayfiyati tushib ketgandek qildi. Unda emas. Ukam yana mushu ustozingiz siz uchun davomli. Shundaymi adash? Davomli siz uchun xizmat qilishga tayyor. Hatto boshqalarimiz shunday. Ro'yingizni tushaman. Rahmat. Abdulla efendimninki tasallilari, madadlari bizga nihoyat yaxshi ilhom bo'ldi. Biz birlikda Mahmud Sulayman efendimniki bayonlariga quloq solsak qanday? Ahmadjon kelsak, nihoyat qizg'inlik bilan shu naqshchilik san'atiga tutgan nihoyat aqidasi bilan hozirgacha mishadin ketmay o'tgan. Ro'z Muhammad inimizga kelsak, o inimizni shundoq tirishchan mana bizning Atışda Abdülkerim Zeydi degan bir akimiz var. Şu Atış naqshlarını yaxshi o'rlaydigan xalq san'atkorlarimizdan biri. Ro'zi Muhammad shuni ilib shu hissiyot bilan o'rlab berdi, necha vaqtni shu hissiyot o'rlab Cheki bosqich hisobining qiyinlik darajasini o'ylaganda Kim Nuri Biyofen Texnikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik minin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Yeni tanışım Ro'zi Muhammad. Mübarek olsun. Mahmud efendimninki en ahırki kararını, tanışını hürmet kılınız. Bunun da Mahmud efendim çokum öz grupasının ahvalini çıkış noktası kılmasa, 3. basqış musabiqimizden qiyinlik derecesini közlemese olmaydı. Sizlerge ametler yer bulsun. Yürekke bardığı bu küyle. 1000 yıllık küyle en annevi kurak. Kadimki sanat durdanlarını bizge bahşetken bu jigitlerge rahmet. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik minin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi.
Programmamizni davlat darajalik ekologik rayon Kalpin nahiya tog' bag'riga joylashgan ximiyalik tarkiblar qitilmagan, sap havoda pishiqlangan, sifatli bug'doyda ishlangan. Bug'doy sap suvda yuyilgan, oziqlik elementari kuydirib etilmagan. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan Al Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik sog'lom demaklik. Al Nuri. Programmamiz bilan 2015-yil yangi nusxa bilan tantanlik bozor silingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Bu programmani samimiy şirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli B7 erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat taqdis chekli şirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipli televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li sadasi. Chinnuri biotexnikasi Sultan zavodi ishlangan go'zallik bilan chin go'zal girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Qadrli do'stlar, bizning ikkinchi bosqich musobaqamizda, ya'ni raqobat bosqichimizda balkim ba'zi mayirlarimiz sahnimizdan ayrilib qolishi mumkin. Hech qisi yo'q, bizning eng sodiq qo'llag'uvchilarimiz bo'lgan ko'rmanlarimiz ularga bilet tashlash orqali ularni yana davomli sahnimizga qaytarib kelalaydi. Qanday bilet tashlaymiz? Şinjan televiziya stansiyasi quyi tori shundaqla mashrab pitsi yanfon detali. Ham shundaqla 3W cheket qush ovoz chekitcom mashrab yanfon tor bekat adresi. Hamda 125 90 222 telefon qilish orqali ularga bilet tashlab davomli sahnimizga qaytarib kelsak bo'ladi. Rahmat, qadrli ko'rman do'stlar. Bugun sizlarning diqqatingizda bo'ladigan bizning rivoyat guruhidagi tayyorlashlarimizdan raqobati. Xo'sh, undaqda navbatda bizning sahnimizda zodi kimlar bayga tushiradi? Buni balkim intayin qiziqayotgan bo'lishlari mumkin. U bo'lsa-mu bizning Urumchidan kelgan mahirimiz Muxtarjon Mijit bilan Cho'chakdan kelgan mahirimiz Baxtiyor Sulaymon. Qarshi olamiz. Süleyman bilen Muhtar Mijit muallim çıkışını. Yani bizning Qozog'istonda hammamiz tanıydigan Murat Ahmedovning bilan son birinchi muhabbetim degan maqsadni mushkelin taqsim Muhtar Mijit muallim hali uzun yillarga o'xshaydi. Erlarning o'rta ovozdan sal qo'rqoq, yuqori ovozdan tuvarak og'irlikda bumroq deyiladi. Ben bu gruppa kirgandan keyin Mahmud Sulaymon apandimninki atrofliq o'gitishi, har bir ohanglarni atrofliq tuzitishi, nurg'un naqsh o'qish alohidliklarini va bilimlarini o'rganib oldim. Baxtiyor buni ma'vo jaz shaklida Amerikada. Jaz shaklida o'qiydi. Muxtor muallim o'zininki bayman degan alohidligi bilan o'qiydi. Ikkisini birlashtirib baktı. Tabii. Bu yaxshi oldu. Udam oldu. Yanacha bir uslub chiqdi ekan. Yig'iliq. Tazmana endi mening saxin dishimni Muxtar akamni tunishtirmoqda dastlabda Muxtar muallim deganda men bir qo'rqdim endi. Chunki men bir naqshchi muallimdi. Qo'rqib tantirilgandek ish bo'ldi endi. Keyindan Mahmud akamning bizni yetakchida Muxtar akamning o'zining uslubining shunday yaxshiligini his qildim. Lekin bu mashq jarayonida men endi Muxtar akamni chuqur yengman deb o'ylayman. Chuqur mashina g'ayrat qilib turishiman. Benim Baxtiyorda mening sandishim baglab bergandan keyin men intayin xo'shallik bilan qabul qildim. Nima uchun deganda uning o'zi xos naqsh etish uslubi bor ekan, mening o'zi xos naqsh etish alohidligim bor. Men o'zim his qilishimcha naqsh ohang jihatda chuqur Baxtiyorda ustun turman deb o'ylayman. Baştaki mısrasını ağaçlanıldı. Bara kuchaytishdi. Ana onu eshigi o'lib. Nazir sahnaya chiqmoqchi. Mening maqsadim ya birinchi bo'lish emas, ya ikkinchi bo'lishim emas. Mening birla orzuyim endi. Mening naqshamni yoqtirib anglaydigan birla xalqim bo'lsa bo'ldi, men shuni shukur qilaman. Men hozir saring chiqmoqchi. O'zimning barliq iqtidorimni va naqsh etish alohidligini joriy qildirib, mushu bir yaxshini xalqim bilan tang o'zilishni umid qilaman. Bu ishga aylangan muvaffaqiyat tilaymiz.
akşamni uncha bo'lsin tutganda dastlabki angsin muhabbatim dastlabki unutilmas birinchi muhabbatim. ilgari yana davomli 3 nafar yetakchimizning bayonlariga quloq solaylik. Nurnisa Abbas xonim. Baxtiyor o'quvchimiz sabiy bir muhabbatni ifodalayotdi. Yuragimiz ashundoq tepchakildi. Shundaymi tomoshabinlarimiz? Shundaqmi? Ammo Muxtar Mahirimiz o'qituvchi ekan. Birinchi muhabbatiga ash pishqan bir muhabbatini izhor qilyotdi. Shundoq bo'lgan chaqda. Cho'nglarimizning muhabbati yandimi yo yoshlarning muhabbati yanib ketyapti? Mening demoqchi bo'lganim pishqan muhabbati o'zining muhabbatiga nihoyat beklan sodiqligini ifodalab bo'ldi. Bu yerda ifodalashimizning hojati yo'q. Shuning uchun men Baxtiyorga tashlayman. Rahmat ustoz. Endi ikkinchilik Erkin efendimning bayonlarini alsak bulamı? O'rlash jihatda nihoyat yuqori saviyalik bo'ldi. Bo'libmi Baxtiyor shu akkord ovozlarni olgan chog'da mikrofonni kontrol qilish, ovozning cho'ng kichikligini, masalan, avjiga kelgan chog'da agar mikrofon bak yaqin bo'lib ketsa, Muxtar Ma'lumning ovozini bisiltish mumkin. Shunga bu chog'da garchi bu musobaqa bo'lsa-mu, shaxsiyatsiz holda mikrofonni tortib turib, yarab cho'ng kichik ovozlarni tanshab o'rlab berdi. Naqshonlarga ko'p rahmat. Oxirida meningki tavsiyam Baxtiyor. Abdullah efendim, sizning-chi? Ustozlaringlarning bir naqshni ishga o'quvchiga berishining ma'lum sababi bor. Buningda faqat ovozlik kifoya qilmaydi. Buningda yana moslashish deydigan bir narsa bor. Bugun aytishganlar mana Musha tarafdan Erkin degandek yaxshi moslashdinglar. Garchi har ikki yillarda tap-takshi saviya bo'lsa-mu, men 40 dan o'tganlarga bir tal bilet beraman.
Rahmat. Biz ikki nafar mahirimizning yurak so'zlariga quloq solib baqsaq. Naqshi o'qish jihatdagi nurg'un bilimlarni o'rganib oldim. Men ustozim Mahmud Sulaymonga va qolgan ustozlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat. Mening birla maqsadim mening naqshamni ya qapqala ya qaqamay mening naqshlarimni keyin yaxshi ko'rib anglaydigan bir tal xalqim bo'lsa, men shunga shukr etaman. Birla emas, bir necha, hatto 10 necha, 100 necha ming, hattoki necha million xalq sizning naqshingizni bugun aytib yoqtirib oldi. Ammo biz yanada qarorni olmasak bo'lmaydi, Mahmud Sulayman afandim. 29 yıl burun muhtarım elim bilen tanışıp kalgan. Hatta bugün orulagan maşı naqsını mı şu vaqt orulaydı. Birinci muhabbetimdi. Benim yakşı dostum. Naqşını şunda yakşı gördü küçüküdüm tabi. Ama kesip terbiyelenmegen. Ameliyette bu naqşa Baxtiyarga düşüdüğün naqşa emas. Ben muhtar muallimning teklifi bilen Baxtiyarni bir sınap baktım. Buldu ondaqda. Ustoz, shundaqla savoldash qo'linglarni bersanglar. Mahmud afandim, eng oxirgi qaroringiz? Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Men Baxtiyorni tanladim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Baxtiyor. Menimcha bizning yuqorqi bayonlarimizdan anglagandan keyin do'stlarga ayon bo'ldiki, ustozlar bilan o'quvchilar o'tirsida tarbiyalash munosabati bo'ldi. Menimcha bizning bu ustozimizmi bu sahnada o'quvchining davomli qilib kelishini yoki o'zining o'quvchi demaklik bir birodarning hamkorlashishini davomli taraqqiy qilib kelishini xohlaydi shunaq ustoz. Undaqda eng oxirida sizga omadlar yor bo'lsin ustoz. Mahirlarimizga va Mahmud Sulayman afandiga ko'p rahmat. Har xil tildagi, har xil janrdagi kuchli mahorat talab qilinadigan isil kuylar tayyorladi. Gerçi bu shallash maydoni bo'lsa-mu, mahirlarimizning o'z talantini to'liq namoyon qila olganligining o'zimi ular uchun eng cho'ng g'alaba hisoblandi. Növbətdə səhnimizdə yana qaysı mahirlərimiz kuch ilişirgandi. Ular bo'lsa, To'qsudan kelgan Isrofil Ismoil bilan Turqondan kelgan do'stimiz Oblat Ablikim qarshilamiz. Rivoyat sahnasiga tanlangandan keyin ustozimiz Mahmud Sulayman afandining astoydil atrofli tarbiyasi bilan nurg'unlagan shu ovoz chiqarish, hissiyot puroq qilish, ovozning qattiq yumshoq tarbiyasini tanlashash jihatdan nurg'unlagan yaxshi atrofli bilimlarga ega bo'ldim. Shu kasb jihatda meni ustun turdi deb xayol qilaman. Lekin shu naqshning birish jarayonida Isrofil akam bilan ikkimiz Mahmud Sulayman akamiz yetakchiligida o'zimizning birlik kelishimizda yaxshi moslashib sahnada bir-birimizning qobiliyatini joriy qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltiramiz deb o'ylaymiz. Ustozimiz Mahmud Sulayman afandim menga sahna amroyimni, Oblikimni tanishtirgandan keyin o'zim intayin xush bo'ldim. Shundaqla bu Oblikimniki naqshlarini men burun anglab boqmagandan keyin qandoq bo'ladi deb yana bir tarafdan ansirdim. Lekin bu yerga kelgandan keyin ikkimiz o'zaro hamkorlashib, bir-birimizning kamchiliklarini to'liqlab, bizga bilib bergan naqshni nihoyatda yaxshi ustozning tarbiyalashi bilan yaxshi hamkorlashib, yaxshi o'rgandik deb o'ylayman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, o'zimda barliq qobiliyatni cho'qim joriy qildirishga tirishaman. Men hozir sahnaga chiqaman, musobaqada mayli yengilay yoki g'alaba qilay, bizga bilib bergan bu naqshni men cho'qim yaxshi aytaman. Bu ishga aylangan muvaffaqiyat yor bo'lsin Isrofil inimizga, Ablikim inimizga. Marhamat.
Derdimiz dilingda Bəxtimiz qolumda Unuttum Əmdi üzüldü Sözimiz İsimdə durur Vədimiz Dilimda durur Bəxtimiz Qolumda durur Unuttum Əmdi üzüldü Bilemedim hayda şu gün Yalnız kaldım sayda bugün Güvenliydim hayda şu gün Yalnız kaldım sayda bugün Sayda bugün İnsan'da durur Vədimiz Dilimda durur Bəxtimiz Qolumda durur Unuttum Əmdi üzüldü Sözümüz İsimdə Vədimiz dilimda durur Bəxtimiz qolumda durur Unuttum Əmdi üzüldü Bugün bularning ifodasi qanday bo'lganda bizning 3 nafar yetakchimizga qanday baholanib berganini anglab boqaylik. Yaxshi umumiy jihatdan maslash intayin yaxshi bo'ldi. Birdan bir kichikkina taklifim. Ma'lum jihatlarda asli shu mikrofonni sal kontrol qilish kerak edi. Chunki yuqori ovoz bo'lg'achqa ovoz kuchli bo'ladi. Unda bo'lgan chaqda qarshi tarafning ovozini jiq yifib olgan gap. Bu bir musobaqa bo'lsin, lekin hamkorlik birinchi, do'stlik birinchi. Tavsiyalarim Ablat Abdukim. Rahmat. Rahmat. Vaqtda bir Nisa xonim. Men Israpilga bir bilet tashlayman. Abdulla Abdurim efendim. Israpilga bir tal bilet. Hürmetlik Mahmud Sulayman efendim. Siz yalla en ahırkı kararını çıkarışınız gerek.
Nuri Biyofen Texnikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omet dileydi. Biyette erkekler kuvvet içindeki samimi askerlik. Programımız hazırda başlanadı. Mahmut efendim. Sırapı. Mübarek olsun. Bunun ki kademlerimizden tekme bereketli buluşu işimiz undaqda ustazlar bilan ko'rsatishmiyor. Gerçi Abletcan Abdikim oldingi bosqichdagi musobaqamizda shalinib qolgan bo'lsa-mu, eng ko'p biletga erishgan mahirimizdan biri bo'lib tutdi bilan sahnamizga qaytirib kelindi. Mana bu keng ko'rman do'stlarning oyligi va mayligining belgisidir. Rivoyat guruhidagi mahirlarimiz rivoyatning sehrini, reallikdagi g'albalarni bizga to'liq namoyon qildi. Sahnamiz mana shundoq yoshlarga, yangi kuchlarga muhtoj. Çin Nuri Biyofen Texnikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omet dileydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin Nahiyet Tağbağırı'na joylashgan kimiyelik terkipler kıtılmagan, sap havada pişiqlangan, süpetlik buğdayda işlengen. Buğday sap suda juyulgan, ozuq kilometri küydürüp etilmegen. Sap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri unçılığı alayda qo'lladı. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Programımız bilen 2015 yılı yeni nusku bilen temtellik bazar silingan Ravi 4 otomobili alayda hemkarlaştı. Bu programını samimi şirketi Malaysiya'dan import kılan Şübidin Xali Biyette Erkekler Kuvvet içindeki alayda talep kıldı. Xo'sh, hurmatli ustozlar, aziz tomoshabin do'stlar, shundoqla televizor ekran oldidagi ko'rgan do'stlar. Navbatda bizning bu raqobat sahnamizga kimlar tushib, o'zaro raqobatlashadigandir? Ular bo'lsa-mu, Yo'pirg'in ayizdan Salomat Amar bilan Qozog'iston Olmut shahridan kelgan mahirimiz Mushtari Islomova. Mahirlerimizden Kazakistan'dan gelgen mehmanımız Mushtari, yani özünki dadısının icadiyetlerden Dünya degan nakşini yaktırıp eğitedikken özünün dadısının boğaç. Bu nakş taksim buldu. Dünya sana mehman men, yolunu tartmamana, çaret gözmen o ehlerge, adalet güler dünya. Ben bu gruppa tanlangandan beri hayajonli asirida jurman. Ustozimning menga bo'lgan ta'siroti zo'r bo'lg'achqa ben onu müsabık jarayonida oqlashga tirishman. Sebebi icra qilish mahoratini o'rganishga muyassar bo'ldim. Endi men umidkorlarimning umidini oqlashga tirishman. Sonunuz salomatga Azerbaycan'dan nakşıllıktan ayrılış degan nakşı benim o'zimizdan azarchi nakşı. Ayrılık degan nakşı taksim buldu. Azar tilida bizning tilida o'rinlaydi. O'ziniki yoqtirishi bilan, o'ziniki talabi bilan bu nakşini salomatga o'rinlashga bekitdi. Aman ayrılık. Şeyge yaman ayrılık ne? Yaman ayrılık. Her bir dertten olan yaman ayrılık. Yaş ezer çıpırak ne? Şunu aldınız mı? Məşq qilish jarayonida ustozimizningki astoydil yetaklishi ostida tirishdim, nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Masalan, naqsh aytish, apas,
ko'proq degandek javob berdi. Jihmash qildim, tirishchanlik ko'rsatdim, o'zimga ishonchim oshdi. Ustozimiz Mahmud efendim qo'ldan kelgan ishini hammasini qilyotdi. Sababi u kasb egisida tajriba olmoq lozim. Shu tajribalarni menimcha yaxshi ilyapsiz. Men odatda Olmutida yashashqa Mahmud ustoz menga telefonda ko'p madad berdi. Mahmud ustozga rahmat aytaman. Sahnadashim bilan bir naqshini birlikda aytishga fursat bo'lmadi, mashq qilish imkoniyat bo'lmadi birlikda. Shunga o'z oldimga ayrim naqsh tayyorladim. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, qarindoshlarimning meni qo'llashini umid qilaman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, sahnaga chiqqandan keyin aytgan naqshamniki ustozimga yorug'idek ayta olsam, xalqimga yorug'idek ayta olsam bo'ldi deb qarayman. Qo'shnilarimniki yaxshini ej bilan jang qilib qolmamizniki yoqtirib olishini sazovor bo'lishini chindan umid qilaman.
sattı sattın nahe kazar nazuk dilim var boğma önümde sayrap dursa gamsiz tenim uzat kolumni sehralarda halsız çıkılsa yetmey nişanlığa tündüz bide tenha yatsam dünya dünya sana mihmanmen yolumda tar kılma bana halet gözmen o ehlilerge adaletge lütfen dünya 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 sana mihmanmen yolumda tar kılma bana halet gözmen o ehlilerge adaletge lütfen dünya dünya Mana ko'rib turibsizlar, bu 2 nafar mahirimiz halqiliq paytlarga qadam qo'ydi. Oldi bilan biz 3 nafar yetakchi ustozninki bahosi va tavsiyasiga quloq solaylik. Mana sizlarni ayirish intayin qiyin. Bugun men bir tal biletni mushtariy qizimga berdim. Rahmat. Alloh bo'lsa, sizning bir tal qizil gul yetakchi ustozimiz Nurnisa Abbas xonim minday ekan. Bu ikkala singlimiz o'sha Yipak yo'li sadosi programmasiga eng yarashgan qizlar ekan bular. Bek chiroyli turibmi, kiyim kiyishlaringlar, sahnadagi holatinglar menga bek yaradi. Men Mahmud Sulaymon apandimga yordamlashib bir biletni sizga atiribdim. Rahmat, rahmat. Allah bo'lsa, Erkin Abdulla apandim, sizningmi tavsiyangiz shunaqla bahoyingizni anglab boqaylik. Salomatlikka naqshisiga kelsak, o'ngjatni intayin yaxshi turoqlari joyida etdi. Lekin kichikkina bir yerda pianino bilan maslashmay qilib, ozroq bir voqea hodisalar yuz berib qoldi, lekin ismi salomat bo'lgandan keyin sog' salomat o'tib oldi bu ko'rish. Yanlam tecrübemiz bol ki müşteri sizin intayin sistemlik munsim terbiye kökenimiz müzik cihatte inak bilinip de turdu bu nakşımızın. Ben mi okşaş Abdullah Kam okşaş sizin kendinizi çapay. Müşteri gördüler. Oldu, rahmat rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, 3 nafar yetakchi ustozninki bahosi va tavsiyasi Mahmud Sulaymon apandimninki o'ylig'indek birdek chiqamdi, yo'q. Unda bo'lsa, Mahmud Sulaymon apandim. Salomat. Sonimizga kelsak, bu naqshini pianino bilan o'rinlash juda qiyin. Shuningdek aytishdi, u darsal erkin. O'zi bir başlangıç mektep okutusu durup, mayıta iştikli günü oldu bu naqshi. Onun üstüge ama şu Azerbaycan'ın kilası halk naqshisi bu. Mayıta çıraylık hissiyatlarını orlap verdi. Müşteri kızım, dünya degan naqshini yaxshi urlab berdingiz. Oldi bilan ana shu Qozog'istondagi barliq qarindoshlarımızga yalqonliq salom жүргүндү. Şunu bilan birga shu naqshingizni sizga yezib bergan, so'zini, muzikasini yezib bergan Abdul Ahad Islomov dadangizga chin yuragimdan rahmat aytaman. Rahmat. Qani, Mahmud Sulaymon apandim.
cho'lponlar bilan rasm tushish. Niyatda erkekler kuvvet içindeki samimiy askerdir. Programımız hazırda başlanadı. Baya ustozlar degandek, mushu ortiqchiligingizda yanama sizga muvaffaqiyat tilab, sizni davomli men bilan bu safarda mang'alaydi deb tanladim. Muborak bo'lsin, mushtarim, muborak bo'lsin. Rahmat. Eng avval mening tahdidishim mushtarimni tabriklayman. Men buni o'z bilan to'xtab qolmayman. Men tahiyash. Nurgul o'rganadigan nurgul narsalar bor. Ben davomli qilishman. Bo'ldi. Hozir deb o'tdingiz. Sizda hozir bu o'xshash shundoq san'atga bo'lgan kuchli intilish bo'lgan. Siz cho'qim, ya'ni keyingi qaytim sahnada muvaffaqiyat qozish fursatiga ega bo'la olasiz deb o'ylayman. Rahmat sizga. Rahmat. Salomat qiz yirik kuyni romantik ovozda o'rlab, mushtari Qozog'istondan kelib, cho'nqur mazmunli asarni to'limi hissiyotli o'rlab, qalblarni larziga keltirdi.